Leksiyalarimizni so'zlab qoldi, hurmatli vatandoshim. Endi bir ishga gap qilamiz. Xabarlarning qanchalik muhim va qanchalik jiddiyligini ko'rib o'tdingiz. Biz uzundan beri yag'ibamiz keyingi birinchi, ikkinchi oy ichida Tayvan sayli sayohat qonuniga prezident Tramp imzo qo'ydi. İmza qo'ymaydi degan mushundaq masala ichida, masala ustida muhokama qilingan xabarlarni sizlarni xabarlantirdik. Oxirgi hisobda o'zimiz ham, siz ham shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining ishchi palatasi, Avam palatasi va Kengash palatasi ma'qullagan Tayvan sayli sayohat qonuniga prezident Trampning imzo qo'yishini arzu qildik, armon qildik. Ameliyat 3. ayının 5. günü Amerika matbuotları xabar qilib, mushu hafta ichida prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi deb ko'rsatgan. Qarab bakın, hozir hisobda bir hafta kechikdi degan gap. Ameliyatda yana bir qonunida Amerikaning Tayvan sayli sayohat qonuni prezident Trump imzo qo'ymasimi avtomatik yo'lda o'zi kuchiga ega bo'lib, o'zi qonunga aylanadi dedi. Ameliyatda hozir prezident Trump bunun qo'l qo'ydi, lekin bir hafta kechikdi. Bu vaqt qaysi vaqtga to'g'ri keldi? 3. ayning 16. günü prezident Trump sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi. 3. ayning 16. günüde Beijing'de o'tkazilgan ishki qurultayning yig'ini oxirlashdi va saylam natijasi e'lon qilindi. Masalan, Rais Xi Jinping Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi oldu. Reisi oldu. Wang Qishan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin muavin reisi oldu. Wang Qishan to'g'risida chet elda Gomingoy deydigan bir Xitoy yozuvchining yoki Xitoy so'zlig'ining so'zlarini talaqiyatim sizlarga anglatdik. Ham chet elda shundaq bir kayfiyat paydo qilgan edi. Bugun Wang Qishan hozir Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin muavin reisi bo'lib saylandi. Xuddi Jungolik apandilarga sovg'a taqdim qilgandek yoki sovg'a avatgandek, ularning saylanish bilan tangla nayt unumlik, nayt siyosiy sezgirligi keskin bo'lgan bir xabar shu bo'ldiki, prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi. Endilikda Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'yish meningcha qaraganda mundaq bo'ldi. Biri Jungo azaldan ta'kidlab kelayotgan 3 parcha axborot Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatishga aloqador 3 parcha axborotning vaqti o'tdi, roli tugadi. Hech qanday önemi qolmadi. Ikkinchidan, hozir Tayvan sayli sayohat qonuniga prezident Trump imzo qo'ygandan keyin Jungo 68 yildan beri takrorlab kelayotgan Tayvan Jungoning bir qismi, Tayvan Jungoning bir qismi degan so'zga oxiri undash belgisi qo'yildi. Shundaqla, uchinchidan, Tayvan sayli sayohat qonuniga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning imzo qo'yishi bilan Jungo kompartiyasining Jungoda cho'nqurlikda hukmronlik o'rnida turishi yoki hokimiyat beshidagi partiya sifatida shu yerda hokimiyat beshidagi partiya sifatida huquq yurgizish o'rinliqmi va yoki bu yo'lsizlikmi degan masala bo'yicha endi bu talash tortish emas deb undash qo'yildi. Agar kompartiya biladigan bo'lsa, mushu vaqtda sayli sayohat qonuniga imzo qo'yishning nimadan darak berdiganligi, masalan, Jungo kompartiyasiga nimadan darak berdiganligini va Tayvan Demokratiya Taraqqiyot partiyasiga hozirgi prezident Tsai Ing-wen hukumatiga nimadan darak berdiganligini ko'rib olishga bo'ladi. Bu yerda hozir Tayvanning yuqori qatlam rahbarlari, Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori qatlam rahbarlarining o'zaro ziyorat qilishiga ilhom berildi degan gap. Bu yerda hech kim hech qachon Amerikada kimdir bir siyosiyon o'rtaga chiqib, nima Tayvan mustaqilligi, nima Tayvanning o'rni bekitildi, bekitilmadi, nima Tayvandagi saylam, demokratik saylam deydigan mushundaq so'zlarni siz bilan biz takrorlaydigan so'zlarni Amerikada har qanday bir siyosiyon takrorlamadi. Amaliyotda ko'ringlarki, agar shundaq faraz qilinglarki, hurmatli vatandoshim, mushu kunlarda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladigan bo'lsa,
Мәселен, Ақсарайға, Вашингтонға келіп, Ақсарайға кіріп, президент Трамп білән көрішіліған болса, біз жоққорды көріп өттік. Сабық дәулет ішлар катебі, сабық мауын дәулет ішлар катебі кечеріңлар, Әміртаждың дәрхал доклад тәйярлап, тәклеп беріп, фұрсәттеп президент Трамп білән Президент Сәйімінің ұшырыш полисini қолғы кәлтіріш тоғырысы тәкліп бәгелігіні жоққыры көдік. Шындақ қылып, президент Сәйімін Тайвандың келіп, Вашингтонда Ақсарайны зиярат қылыдыған, яқы Ақсарайдың башқа Америка Қосшы Штаттарының дәулет мәхкемесі зиярат қылыдыған, дәулет мәжілісі зиярат қылыдыған, жоққыр дәрежелі сияси олабы әмәлдарлауылы көрішіліған болса, бұның нәтижесі неме болады, үрбәтлік бәтәндешім? Mesela Can Ceşi, Tayvan'a kaçıp geldiğinde Halkara Cemiyet ve Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti şu vakti Tayvan'ı vakaletke. Gomindan hükümeti degen hükümetke, Çankayşak degen devlet başlığı Xitay'a vakaletke belgelik edi. Yakında ben sizlerge söyledim demek. Bu Tayvan Gomindan'ın Tayvan emez. Tayvan yaki köşmellerinin Tayvan'ı emez. Tayvan fakat Tayvan halkının Tayvan'ıdır. Endi bugün yakında arlıq silah sözlük Tayvan'ın sabıq prezidenti Li Donghui, Tayvan'ın sabıq prezidenti Chen Shui-bian'larının Tayvan'da ötküzülgen bir katımlıq yığında 4. ayda, gelercili 4. ayda Tayvan'ın referandum taşlışı doğrusudaki haberlerini silah yetküzdü. Bu doğruda Cungu Çanglai Kangyi değil miydi? Kat'i karıştırımız değil miydi? Endi mağanın Lukan'ın bayanatını gördük. Bu şunun karaganda şunu deyimiz ki, Təbrikləyimiz Cungo hükümeti sizdə. Şundaqla muşu münasibətlən prezidentimiz Trump əpəndini təbrikləyimiz. Amerika xalqını təbrikləyimiz. Növbətki Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezident Trump hükümetinin hükümet əzalarını təbrikləyimiz. Bu siyaset qaltı siyaset, qaltısı vaxtıda gəlgəzi siyaset. Bu siyaset zaten bir Cungo. Amerika Qoşmuş Ştatlarının nəzirdəki bir Cungo zadı nime? Onun hukum mənisi təbiri nime? Cungo Xalq Cumhuriyetinin ağzıdaki bir Cungo bu siyasi hukumun təbiri nime? Bugün biz bunu ayırıb aldık. Prezident Trump'ın Tayvan Seyli Seyahat Kanunu'na imza koyuşu bilen Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Cungo Xalq Cumhuriyeti o'ttirısidagi tarihi münasibetlerinin Kılt umurlarıgıça, zizebellerigıça, ündeş, çikit, peş, virgüllerigıça, sorak belgillerigıça, hemmisi aydınlaştı. Buna qaraganda hazır Tayvan bilen Cungo onuma geçirinler, Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Cungo'nun münasibeti süzükleşti. İş aydın boldu. Irak'tan bir sözdeyle, mesela alaylı 1980 yıllarda Amerika Qoşmuş Ştatları'daki Qoşmuş Ştatlarga prezident bolup saylangan Reagan, prezident sabık Reagan, men ötkende sel kemrek xulaslap koyuptum, bugün toluqlap xulaslay, prezident Reagan, sabık Sovetlerini Yavuz imperiya degen o 1987 yılı 6. ayının 12. günü Germaniyanın bir adım bir şehrede Gorbachev, efendim muştamda öğrü biteyli degen Keynidilli Amerika Qoşmuş Ştatlarga prezident bolup saylangan Boş Efendi, keyinki Boş Efendi'nin dadısı Malta'da Gorbachev bilen uçraştı. Gorbachev Malta'da uçuruşup qaytıp kelipla Rusya Bolşevistik Partiyasini tarqitib etishdan ibaret dekretga buyruqqa imza koydu. Prezident Bosh'tan keyin Amerika Qoşmuş Ştatlarga prezident bolup saylangan sabık prezident Clinton 1998 yılı 6. ayının 27. günü Beijing'i ziyaret kılıp en mühim mesele, biz çonqur oylaydigan en mühim mesele Cungo'nun devlet çegrası zadı qayerden qayergacha dedi. Ondan keyin Prezident Bush 2005 yılı 5. ayının 6. günü Latviya şehrinin Riga, Latviya Cumhuriyeti'nin Riga şehrinde Yalta konferansı tarihi hatalık dedi. Prezident Bush, sabık Prezident Bush'tan keyin Amerika Qoşmuş Ştatlarga prezident bolup saylangan.
Obama, sabah prezident Obama, Amerika herkes ikkinchi bo'lmaydi. Men Asiya Tinch okean rayoning prezidentiman. Amerika herkes dunyoda ikkinchi davlat bo'lib qolmaydi. Endi kelaylik navbatda o'tgan yil 2017-yil 1-oyning 20-kuni Oqsaroyga kirgan prezident Trump navbatda hozir o'zining xarakteri va o'zining axloqiy va o'zining siyosat qarashi va siyosiy talanti bilan eng oxirida bir jungo siyosatini shu yili 2017-yil 1-oyda avvalidagi 12-oyning 10-kunida bir jungo siyosati qayta o'ylanish kerak degan masalani o'ttirib qo'ygandan tortib bugungacha tunigi 3-oyning 16-kunigacha kelganda prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi. Ko'rib beqinglar. 1980-yillarda hisoblaganda bir prezident Reagan, ikkinchisi prezident Bush, uchinchisi sobiq prezident Clinton, to'rtinchisi sobiq prezident George W. Bush, beshinchisi sobiq prezident Obama, endi 6-chi prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 80 yil qoldi. Qanday siyosat yurgizib keldi? Ko'ringlar vatandoshlar. Bugun biz Amerika xalqini tabriklaymiz. Prezident Trump apandini tabriklaymiz. Siyosatingizni qo'llaymiz. Sizning g'ayratingiz ustiga g'ayrat qo'shishdi. G'ayratingizga g'ayrat va shijoat berishdi. Bir Allohdan tilaymiz, prezident Trump apand. Biz oxirdagi dastlabki so'zlagan leksiyalarimiz yana bir leksiyani eg'izga oldik. Sizlar qarab ko'ringlar, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumatning boshqarishidagi Amerika ovoz radio stansiyasining Moskva turishliq muxbiri Beyxova Şinjan ciddileşti. Nimaga ciddileşti? Mavzuni shunday qo'yibsiz. Şinjanda hozir 2 millionga yaqin Uyg'ur, gunohsiz Uyg'ur bola chaqalari ayollari bilan birlikda turmaga qamaldi. Jiddilik mushima, muxbir Beyxova apandi. Xo'sh, siz hozir bu xabaringizni ikki masalani eg'izga olibsiz. Biri O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan nurg'un Uyg'urlar hozir Dağlıq Badaxshan rayoniga, ya'ni Vahan Karzu rayoniga o'rinlashdi debsiz. Shundaqli Iroqdan, Suriyadan qaytib kelgan qurolli Uyg'urlar degan gapni eg'izga olibsiz. Bu gap oddiy gap emas edi. Beyxova apandi, bu chaqchaq emas edi. Siz muxbirlik qilayotgan radio Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika ovozi radiosi edi. Siz hozir qurolli Uyg'urlar deb oldingiz. Yuqorqidagi faktlarni keltirdingiz. Buni ikkinchi taraf yoki uchinchi taraf isbotligini